Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Abdumid Xo'ja Abdulla Qaraqash yozgan Zulmatlik tuproq romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Podshohxonning til tomorining ichidan chiqqan yana bir putukchidagi xaritaga asosan uning Chin-Machin shahriga bormoqchi bo'lgan yeriga gap to'xtagan edik. Endi davomini o'qiymiz. Bu osonga to'xtadi. Сақчы idorasi boshda bu ishning nihoyat xiyinligini aytgan edi. Qo'limdagi pulni ko'rib, ularning boshliqining yuragi o'ynab, o'zi Moskvaga yo'l oldi. Meningcha bu ish tasga to'xtamaydi, ufkam. Bo'pti aka, chotoq yeri men bu tashkilotning ishiga qanday yetakchilik qilarman? Bu to'g'riliq beshingni qattirmag'in. Sening qo'lingdan keladi. Yomoni kelsa gizit chiqarish ishini vaqtliq to'xtatasan. Qolgan ishlarni 5 dona yigitimiz bilan maslahatlashib qilaver. Chatoq chiqmaydi. Ular tashkilotning ba'zi ishlarini muzokara qilishgandan keyin ko'mzakni o'zlari bilishadigan bir yerga yo'shtirib qo'yishdi. 14-bob sirliq putuk. Oradan necha hafta o'tmayla pul o'zining kuchini ko'rsatib, Podshohxonning chegaradan chiqish rasmiyatlari uning qo'liga tegib bo'ldi. Shunday qilib Podshohxon yigitlar bilan xo'shashib Moskvaga mangdi. U bir oydak vaqt ichida Moskva orqali Jungoning Beyjingga yetib berib, Beyjingdan Shinjongning janub tarafidagi Xotan rayoniga yetib keldi. Chunki xaritadagi Chin-Machin hozirgi Xotanning Qaraqash rayonini ko'rsatdi. Podshohxon Xotanga kelib o'rinlashgandan keyin bu yerdagi Uyg'urlar bilan bemalol fikr almashtira oldi. Chunki Uyg'urlar bilan turkmanlar bir qavmdan bo'lib, ularning ishlatgan tili turk tiliga tamoman o'xshab ketadi. Uyg'urlarmı, turkmanlarmı amaliyotda cheksiz bir turklarni hisoblanadi. Shunga Podshohxon tilda qiyinchilik topmadi. Uning ustiga Podshohxonning buvisi Jalol Shayxning o'zimi Xotanning Qaraqash degan yurtidan bo'lg'ashqa, bu joy Podshohxonning ko'ziga boshqacha illiq tuyuldi. Xaritadagi kitob yoshirilgan joy Qaraqash daryo iqini bilan Yo'ronqash daryo iqinining Taklimakon qumliqidagi birlashgan joydan 50 kilometrcha oyog'idagi Mozor tog' degan bir joyda edi. Podshohxon buvisining yurtidan o'ziga bir yo'l boshlig'uvchini izlab topdi. Yo'l boshlig'uvchi 50larning qarasini olgan, tajribali bir kishi bo'lib, ular 2 to'yga suv qachlangan tulum va ozuqliqlarni ortib, necha kunlik jafoliq safardan keyin Mozor tog' rayoniga yetib keldi. Ular Mozorda qal'asiga yetib kelguncha suni azoda ishlatdi. Chunki ular Qaraqash daryo qinini bo'ylab mang'ashqa, bu fasllik daryo suyi ularga yaxshi ichimlik bo'lgan edi. Ular Mozorda qal'asiga yetib kelgandan keyin tulumlarni suvga to'ldirib, xaritadagi ko'rsatmaga asosan bu tog'ni bo'ylab g'arb tarafga qarab yo'l oldi. Bu tog' dunyodagi ajoyib tog'larning biri bo'lib, garchi uning ismi tog' bo'lsa-mu, amaliyotda u boshqa tog'larga o'xshash uncha egiz emas edi. Tağның kengligimi undaq kengri emas edi. Bu tağ goya Taklimakon qumlig'ining o'ttirsiga silingan etiz qirg'iga o'xshash, Taklimakonning g'arb tarafidagi qum barxanlarining ichiga xuddi sepildek tuz beti kirib ketgan bo'lib, qumliqning o'ttirsidagi bu tağ yiroqdan qaramoqqa taqqa o'xshamaydi. Lekin yaqin kelib qaraganda andan uning tarkibining tağ jinslaridan tarkib topgan tabiiy bir tağ ekanligi bilgili bo'ladi. Tağның bir uchi 2 daryoning birlashgan daryo qiniga oxirlashsa, yana bir uchi xuddi arg'amchiga o'xshash g'arbga so'zilib Taklimakonning g'arbiga necha 100 kilometr kirib ketadi. Uning ustiga bu tog' qarmoqqa qo'sh bo'lib, biri qizil rangga, yana biri oq rangga moyil edi. Yo'l boshlig'uchining aytib berishicha, yerliklar qizil tog'ni go'sht tog', oq tog'ni un tog' deb ataydi ekan. Buning undaq deb atilishida ilgirki zamonda Xotan buddistlari islom diniga kirmaslik uchun islom qo'shiniga qarshi jang tayyorligi qilib, zapas un va go'sht tayyorlagan ekan. Shuning bilan Alloh bu kofirlarning bu zapas ozuq to'ligini bir mo'jiza bilan toshqa aylantirib etibdi. Shu sababdan qizili go'sht tog', iqi bo'lsa un tog' deb atalgan ekan. Ular ming bir jafo mushaqqat bilan tog'ni bo'ylab 4 kun yo'l yurib, oxiri tushga yaqin ayni yilonning beshiga o'xshaydigan to'ga cho'ngliqidagi pakar bir tog' teshiga uchirdi. Yiroqdan qaramoqqa shamol yeb ketgan bu tog' teshining partisi ayni yilonning beshiga o'xshaydi. Xaritada bu Mozorda qal'asidan g'arbga 4 kunlik to'yga safari qilganda yilon beshiga uchraysiz. Tahoratni komil ilib shu yilon beshining ostidan o'ltirib Kitobul Qur'ondan
Qamar so'zini to'liq sanab chiqaysiz. Chiqqan son bilan barobar kun petishqa shuncha qadam olsangiz, shunda oldingizdagi tilsimlar ichilib, tog' bag'ridagi kichkina o'ngirda ushbu qo'lyozma putuk sizga zohiri bo'lg'ay deb putilgan edi. Podshohxon bu yerni xaritada putilgan yilon beshi bo'lishi mumkin deb faraz qildi. Afsuski, ular bu yerga yetib kelganda bo'ron chiqib, qum to'zon ko'tarilishga boshladi. Bo'ron olamni qorong'ulik bosganda andin to'xtadi. Әтісі Podshohxon namoz bomdoddan keyin qo'liga Qur'onni olay deyishi bilan yana bo'ron chiqib ko'zni ochqili bo'lmadi. Shundoq qilib bu kundagi bo'ronmi kechga yaqin to'xtadi. Uzunga so'zilgan bunda qum bo'ronli havodan Podshohxonning o'pkisi siqilib tiniqi yetisholmay qilyotdi. Tulumdagi suvning azayishiga boshlab yo'l boshlag'ichimi Podshohxonga qaytish taklifini qo'yishga boshladi. Podshohxonning kalisiga bir aql keldi. U oqshimi vaqtliq tiklangan chidirining ichida elib olgan shamni yondirib Qur'onni boshdan boshlab o'qishga boshlab, Qamar so'zini bir xotirlab mangdi. Shunday qilib tong atarga yaqin Qur'on bir qitim tamom bo'ldi. Podshohxon yandagi qog'ozga qarab edi, Qamar so'zi jami 27 yerda bo'lib chiqdi. Ajoyib yeri shuki, bu kuni tong suzilganda oldingi kundagiga o'xshash bo'ron chapqun ko'tarilmadi. Podshohxon uyqusiz ko'zlarini rosa bir ovlivitib, kun petish tarafga qarab 27 qadam minib to'xtadi. Andin quliga ketmanni ilib dastlab turgan yerni ko'lashga boshladi. Yerning bir tarafi rostila tog' bo'lg'achqa, ketmanning bisi pat-pat toshqa tegib ketadi. Kechga yaqin qo'langan yerning tog' taraf yuziga degandek seg'iz to'pa bilan to'lgan harva chaqi cho'nglig'idagi kichik bir o'ngirning eg'izi bayqaldi. Şu an Podshohxonning chiroyiga kulka yugurdi. U herib ketganiga qaramasdan jasoratga kelib o'ngirning eg'izidagi seg'iz to'pini ketman bilan qo'lashga boshladi. O'ngirning eg'izi ichilib, uning ichi ayon bo'ldi. O'ngir uncha cho'nqir emas edi. Degandek uning necha metr ichida yog'ochdan yasalgan naqshliq bir sandiq turadi. Podshohxon bu yerni qo'layman deb bek herib ketgachga, yo'l boshlig'ichi uningga yordamlashib sandiqni tortib olmoqchi bo'ldi. Lekin u beshini o'ngirga tiqib bo'lib, yana darhol beshini tortib oldi. "Nimish bo'ldi, aka?" deb so'radi yo'l boshlig'ichining harakatini ajablangan Podshohxon, hozirg'incha qo'lidagi ketmanni bir yonga tashlab qo'yib o'ngirga qaraganicha. "Ukam, qarang avu chayonlarga, sandiq ustida chayonlar uvasapti, emasmi? Mig'-mig' chayonkan-ku u. Buning ichi xudoyim tova qildim", dedi yo'l boshlig'ichi qo'rqqandan tatirib titrab. Podshohxon butun kuchini yig'ib o'ngirga beshini tiqib ichiga qaradi. Kamarning ichida birmu chayon ko'rinmaydi. Podshohxon bundan hayron qoldi. "Qani u chayon aka, men ko'rmadim-ku", dedi Podshohxon hayron bo'lib. "Ana ukam, ko'rmadingizmi? Sandiqning ustiga qarang, o'mlashib yurgani shu-ku", dedi yo'l boshlig'ichi qo'li bilan yog'och sandiqni ishorat qilib. Podshohxon burilib yo'l boshlig'ichiga tikilib saf soldi, lekin yo'l boshlig'ichining chiroyidan qilcha yolg'on etmaganligi chiqib turadi. Podshohxon o'ngirning ichiga kirishga tamshilibdi, yo'l boshlig'ichi uni to'sdi. "Ukam, unda qaramlik qilmang. Boylik degan topqil bo'ladi. Jonda topqil bo'lmaydi. Bu qilqingiz bo'lmadi", dedi yo'l boshlig'ichi Podshohxonga qarab, uningga kuyingan holda. Podshohxon gap qilmay o'milganicha o'ngirning ichiga kirib ketdi. Yo'l boshlig'ichi qo'rqqandan Podshohxonning hindidan chachirab, nersiga berib oyat o'qib turdi. Podshohxon sandiqni bemalol tortib chiqargan edi. Yo'l boshlig'ichi uning bu harakatidan hayronu has qoldi. Podshohxon shu maydonning o'zida sandiqning eg'izini ochdi. Chunki yo'l boshlig'ichi mushu topda sandiqning ichidagini oltin javohirmikin deb o'ylab qoladigan bo'lsa, o'ziga biror ofat yetib qilishi aniq edi. Amaliyotda yo'l boshlig'ichining sandiqni ko'rgandagi niyati buzilgan edi. Uning sandiq ichida qimirlab yurgan chayonlarni ko'rganimi rost edi, lekin Podshohxonning ko'ziga bu chayonlarning ko'rinmaganimi amaliyot edi. Buning zodi nima ish ekanligini faqat bir Allohla biladi. Yo'l boshlig'ichi mig'ildab turgan chayonlarning orasiga kirib ketib, yana sog'-salomat chiqqan Podshohxonni ko'rib, o'zining yomon niyatidan yenib, ichida tövbe istig'for o'qib Allohga shukr qildi. Sandiqning ichida nihoyat qalin bir parcha kitob shaklidagi qo'lyozma turadi. Qo'lyozmaning betlari shundoq nafis bo'lib, bet yuzining ichidagi mazmunlarning to'rt atrofiga shundoq chiroyli naqshlar bor edi. Qo'lyozmaning qog'ozi
Pashshaxonga tunuşluq bo'lgan xotin qog'ozdan ishlangan bo'lib, ichidagi yeziqlar qumush qalam bilan Chag'atay yeziqida yozilgandek turadi. Pashshaxon kitobning muqovisidagi Chag'ataycha xatni o'qib, ancha-muncha tushunaldi. Uningda odam va olam haqida degandek bir xil mazmun chiqib turadi. Lekin ichidagi qurlarga ko'z yugurtib, uning mazmunini tushunolmadi, chunki Pashshaxon Chag'atay tiliga xom edi. U bu qo'l yozmani topganligidan intayin xushal bo'lib, yo'l boshlag'uchi bilan darhol qaytishga tayyorlik qildi. Ular qaytqucha bakroq jafo tortdi. Mazarda qal'asiga bir kunlik yo'l qolganda, ichadigan suyi tugab ketib, ming bir balada aran Mazarda qal'asiga yetib kelib oldi. Shunday qilib Pashshaxon xotanga sog'-salomat qaytib kelgandan keyin yurtning allomalarini izlab bu yurtda yarim yildan ortiq maxsus Chag'atay tilini qitirqinib o'rgandi. U qo'l yozmaning bosh betidagi so'z beshini o'qib biqib, uning ichidagi mazmunlardan hayron has qoldi. Kitobning muallifi ismini oshkorlamagan bir kishi bo'lib, so'z beshi mundaq boshlangan edi. Menki Türk uluslarining bir shahzodasiman. 7 yaşımdan 40 yaşımgacha ilm tahsil qildim. 20 yaşımda turli tuman sir asrolar ko'z oldimda ayon bo'lishga boshladi. Şu sebeplik Mecnun atılıp tacu taxt vatan balalarimdan ayrıldım. Zahidlik yolunu tallap garni makan tuttum. Evladım içidin buruşlar ayrılgan, gün tün tutulgan günde ziminga bir böre süpet oğul toğulgay. Men ushbu kitapni dünyadaki en rahimdil ve en rahimsiz bolgan şul oğul üçün püttüm. U şundaq bir hükümran oğuldur ki, Allah xalısa bütün Türk uluslarını bir toq astığa yığıp, Məğribi məşriqə adalet nurini çaşqay. Pashshaxon yuqorqi qurlarni o'qib etib, o'zining 7 yosh vaqtidagi onasi Bö Maryam xonimning "O'g'lim, sen burishlar ayrilgan, kun bilan oy bir yerga kelib, kunduzi zemini qorong'ulik qoplagan bir kunda dunyoga kelgan" degan vasiyat so'zlari esiga keldi. Shuning bilan u bu kitobga nihoyat qiziqib qoldi. Batlarini ichib so'z beshining davomini o'qishga boshladi. O'g'lim, olam azalda yumloq sharsimonlikni xohlaydigan cheksiz bo'shliq edi. Buning javobi zaminning sharsimon bo'lganligida, zaminning yumloq sharsimonligi uningdan tug'ilgan tamomiy narsalarning yumloq bo'lganligida, qo'lingdagi suvga urgan chig'ingda chachrab chiqqan unchilarga qarag'in, zamindan o'ngan meva ziroatlarga qarag'in. Mana bularning hammasi yumloq sharsimonlikni xohlaydigan narsalardir. İnsan ata-anasının şəklini alğınıdək, zimindən tug'ilgan narsalarmı şəksizgi ziminning şəklini o'ziga mujassam qilg'uchidir. İnsan tuproqdan yaratilganligi uchun u ziminning bir qismi bo'lib keldi. Zimin bo'lsa tabiiyki cheksiz olamning bir qismi edi. Demak, inson 4 ana surdan tashkil topgan bu ojiz maxluqot uzluksiz ziminning ta'siriga, undan qolsa boshqa Kavakib yulduzlarning ta'siriga, hattoki olamning ta'siriga uchirg'uchi jonliqdir. Olam sirliqmi yoki odam sirliqmi degan savol qadimdan boshlab ko'mtaklar bir javobga erishib keldi. Bu qo'l yozma mana shu savolni cho'rdab putildi. O'g'lim, kitobchini yaxshi o'qig'in. Uningga men umr bo'yi o'rganganlarimning hammani mujassamladim. Olam va odam to'g'risidagi yangi ko'z qarash, turli sir asrolar tafsili putildi. Buning ichida bayon qilganlarning ba'zilarini insonlar yana 1000 yildimi yeshalmas. Esingda bo'lsin, sen kitobni to'liq ko'rib chiqib, uning ichliklarini yaxshi hazm qilgin. Ba'zilarini qo'lingga qalam elib tahlil qil. Ba'zilarini tining va ruhing bilan amaliy mashq qil. Hammani to'liq o'rgangan cheg'ingda o'zingning boshqacha bir odam bo'lib qolganligingni his qilasan. Navoda kitobchidagi har xil tan mashqlarni maqomiga yetkazalisang, u chog'da atrofingda uchib yurgan hasharotlarning qanot qoqqan ovozi, nech qadam neridagi chumulning harakat holati ko'z oldingda zohir bo'ladi. Kunduzimu kechadigiga o'xshash yulduzlarni ko'ralaysan. 7 kavakibning har qaysi burishlardagi o'rni ko'zingga har zamon zohir bo'lib turg'usi. Mana bular uchun sen aytqusiz jafolardan qo'rqmasliging kerak. Hammani o'rganib bo'lganingdan keyin jisming va ruhingni abadiy pokiz tut. Bu sirlarni hech bir insonga tilma. Bo'lmasa o'zingga dushmanlarni ko'paytib olg'uchilardan bo'lasan. Bu kitob Allohning qudrati bilan bir sen uchunla putilgan o'g'lim. Kitobni o'rganib bo'lganingdan keyin bu kitobni darhol parcha-parcha qilib Qaraqash daryosi bilan Yo'rinqash daryosining birlashgan qiniga juma yo'rg'an kechasi oqquzvat.
Navoda bu kitap yaman niyetli kişilerin qo'liga tushib qolsa, uning oqibatini xiyol qilmoq ba'zi mushkuldir. Poshshaxon kitobni o'qigan seri uningga bekla qiziqib ketdi. Kitobda olamning sir asrorlaridan tortib, odamning psixika holatigacha nurg'un ahvollar yozilgan edi. Masalan, astronomiya qismida 7 kavokibning harakati, uning har qaysi burishlardagi kundalik o'rnini bekitishdagi amaliy hisoblash usullari, oy va zaminning qonuniyatlik harakatlari orqali kun tutilish, oy tutilishini oldin hisoblash usullari tafsili tunishtirilgan edi. İnsan sir əsrarları üstüdümü acayip yaxşı yeniliklar putilgan bo'lib, odamlardagi alohida iqtidor va uni yetildirish mashqi, insonlardagi oldin bishorat berish iqtidori, inson tenidagi turli tabiiy davriyliklar, inson badani bilan kavokiblarning munosabati, oy harakatining inson va o'simliklarga bo'lgan ta'siri qatorliq nurg'un yangicha bilimlar tunishtirilgan edi. Poshshaxon bu qo'l yozmani o'qib tugutib, yaxshi hazm qilish uchun bu yurtda yana 2 yildan ortiq turishga majbur bo'ldi. Chunki qo'l yozmaning mazmuni bekla mo'l, o'rganiladigan narsalar ajoyib jiq edi. Uning ustiga qo'l yozmani chegaradan ilib chiqish jarayonida kutilmagan ishlarning yuz berib qilish ehtimolligi bo'ladi. Shu sababli Poshshaxon Qaraqashdagi bir mo'lining yordami bilan nahiya bozoriga yaqinroq bir madrasaga joylashib, qo'lidagi qo'lyozma kitobchini kecha-kunduz tashil qilib 2 yildan ortiq vaqtda andin bu qo'lyozmaning mazmunini butunlay yodqa ilib mingsiga turg'izdi. Kitobdagi o'rganishga tegishli bilimlarning oz bir qismini yaxshi hazm qila oldi. Ba'zi mahoratlarning bir qanchisini amaliy mashq orqali o'zida yetildirib chiqdi. Yana ba'zi bir alohida mahoratlarni o'rganmoqchi bo'lsa, yana bir qancha yil mashq qilishga to'g'ri keladi. Shunga u bu mahoratlarni keyincha o'z yurtida yetildirishga qo'yib qo'ydi. Degandek Poshshaxon qo'l yozmani o'qib tugutib bo'lganda, o'zining ilgirkiga bir oz o'xshamay qolganliklarini his qildi. Bo'libmi, uning sezgulari shundoqla harakat inkosi ilgirkidan nechasi ishib ketganligini bildi. Orqadan u qo'liga qalam elib, kitobchidan o'rgangani bo'yicha o'zi turishliq o'rin xottanning o'tib ketgan 10 yil ichidagi kun tutilish hodisasini hisoblab baxtdi. Necha soatlik hisoblashdan keyin xottanda bu 10 yil ichida ya'ni o'tib ketgan 1954-yildan hozirgi 1964-yilgacha jami 7 qatim kun tutilganligini, birinchi qatimliqning 1954-yili 6-oyning 30-kuni, oxirgi qatimligining 1961-yili 2-oyning 15-kuni yuz berganligini hisoblab chiqardi. Poshshaxon madrasadagi astronomiya hodislari tazkirasiga qarab edi, rostilla Xotan diyorida bu 10 yilda jami 7 qatim kun tutilish hodisasining yuz berganligini, oxirgisining 1961-yili 2-oyning 15-kuni soat 2 dan chorak o'tgandan boshlanib, 4 dan 20 minut o'tganda oxirlashganligini ko'rdi. Qolgan 6 yilmi hatto kun soatlargacha udul chiqdi. Demak, Poshshaxonning bu yurtdagi ilm taslil qilish vazifasi asosan tamom bo'lgan edi. Shunday qilib bu qitimliq roman anglitishimiz mushargich bo'ldi. Kelar qitim ko'rishaylik, xayr xo'sh.